Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar va aziz nafaqaxo'rlar. Bugungi videoda men sizga juda muhim, hatto shoshilinch ma'lumotni yetkazaman. Bu sizning kelajagingizga, pensiyangizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Siz hurmatli nafaqaxo'rlar ertaga komissiyaga chaqirilishingiz mumkin. Bu nima uchun sodir bo'lishi mumkin va kimlar xavf ostida? Buni bugun atroflicha ko'rib chiqamiz. Bu savollar ko'pchilikni xavotirga solayotganini bilaman. Shuning uchun bu ma'lumotni iloji boricha aniq va tushunarli qilib yetkazishga harakat qilaman. Shu sababli iltimos hoziroq kanalimga obuna bo'ling. Bu videoga like bosing va uni do'stlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumot har bir nafaqaxo'r uchun hayotiy ahamiyatga ega. Vaqtingizni qadrlayman. Shuning uchun darhol mavzuga o'tamiz. Muammoning mohiyati. Avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Oldinlari, ya'ni bir necha yil avval pensiya tizimi biroz boshqacharoq ishlardi. Odatda pensiya tayinlangandan so'ng, agar u yoshga doir pensiya bo'lsa, uni olishda katta muammolar yuzaga kelmasdi. Nogironlik pensiyalari bo'yicha ham tekshiruvlar odatda belgilangan muddatlarda amalga oshirilar edi va nafaqaxo'rlar o'z pensiyalarining barqarorligiga ishonch hosil qilishardi. Har qanday o'zgarishlar, masalan, nogironlik guruhining o'zgarishi yoki boshqa turdagi pensiyaga o'tish zarurati bo'lgandagina qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazilar edi. Fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari ko'pincha qog'oz shaklida saqlanar edi va turli idoralar o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi bugungidek tezkor va to'liq emas edi. Bu ba'zi hollarda noto'g'ri pensiya tayinlanishiga yoki uni noqonuniy olishga sharoit yaratishi mumkin edi. Ammo tekshiruv mexanizmlari unchalik kuchli emas edi. Pensiya olish jarayoni ko'proq subyektiv omillarga va inson omiliga bog'liq edi. Pensiya jamg'armalari va vrachlik mehnat ekspert komissiyalari kamdan kam hollarda o'z tashabbusi bilan nafaqaxo'rlarni to'satdan chaqirardi, agar ularning hujjatlarida jiddiy kamchiliklar yoki shubhali holatlar mavjud bo'lmasa. Hozirgi kunda esa vaziyat tubdan o'zgargan. Oxirgi yillarda mamlakatimizda pensiya tizimini raqamlashtirish, shaffoflikni oshirish va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha jiddiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Pensiya hisoblash va to'lash jarayonlari to'liq avtomatlashtirilmoqda. Bu degani endi barcha ma'lumotlar elektron bazalarda saqlanadi va turli davlat idoralari, masalan, soliq qo'mitasi, kadastr agentligi, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish bo'limlari, sog'liqni saqlash muassasalari o'rtasida tezkor ma'lumot almashinuvi yo'lga qo'yilgan. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi pensiya tayinlash va to'lash tizimini yanada adolatli, samarali va shaffof qilishdir. Endi har bir pensiya ishi kompyuter tizimlari tomonidan avtomatik ravishda tahlil qilinadi va agar tizimda biron bir nomuvofiqlik, shubhali ma'lumot yoki qoidabuzarlik alomatlari aniqlansa, tegishli nafaqaxo'rni qo'shimcha tekshiruvga, ya'ni komissiya chaqirish uchun signal beriladi. Bu har doim ham jazolash yoki pensiyani bekor qilish uchun emas, balki shunchaki ma'lumotlarni aniqlashtirish, xatolarni tuzatish va tizimning to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun amalga oshiriladi. Shuni unutmangki, endi har bir ma'lumot o'zaro bog'liq. Masalan, sizning deklaratsiya qilmagan daromadingiz soliq bazasida aks etib, pensiya fondidagi ma'lumotlar bilan solishtirilishi mumkin. Yoki sizning tibbiy kartangizdagi ma'lumotlar VTEK xulosalari bilan avtomatik tarzda taqqoslanishi mumkin. Birinchi asosiy qism, nimani bilishingiz kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Bu savolga javob berish uchun aniq misollar va raqamlar bilan tushuntirish berishim kerak. Pensiya komissiyasiga chaqirilishi mumkin bo'lganlar ro'yxati bir necha toifaga bo'linadi. Keling, har birini batafsil ko'rib chiqaylik. Kimlar xavotirlanishi kerak? Biri nogironlik pensiya oluvchilar. Ayniqsa muddatli nogironlik pensiyasi tayinlangan bo'lib, keyingi qayta ko'rikdan o'tish muddati yaqinlashgan yoki muddatini o'tkazib yuborgan fuqarolar birinchi navbatda xavf ostida. Misol, Olim aka 6000 yoshda. Unga 5 yil muddatga ikkinchi guruh nogironligi pensiyasi tayinlangan edi. Ammo oxirgi qayta ko'rigi 6 yil oldin o'tkazilgan. U kasalligi tufayli qayta ko'rikka bora olmagan, ammo pensiya to'lovlari davom etgan. Endi yangi tizim orqali uning ma'lumotlari avtomatik ravishda tekshirilganda qayta ko'rikdan o'tmaganligi aniqlanadi. Pensiya fondi uni VTEKka chaqirish uchun ko'rsatma berishi mumkin. Agar Olim aka komissiyadan o'tmasa yoki uning nogironlik guruhi o'zgarsa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi yoki butunlay to'xtatilishi mumkin. 2. Ma'lumotlarda nomuvofiqliklar mavjud bo'lganlar, bu shaxsiy ma'lumotlar, ish staji
yashash joyi yoki boshqa hujjatlardagi xatoliklarni o'z ichiga oladi. Raqamli tizimlar turli bazalardagi ma'lumotlarni o'zaro solishtiradi. Misol, Zaynab xola 7 yoshda, yoshga doir pensiya oladi. Uning pasportida tug'ilgan yili 1953 deb ko'rsatilgan. Ammo pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar bazasida 1952 deb yozilgan. Bu bir yillik farq uning pensiya tayinlanishiga yoki miqdoriga ta'sir qilmasa ham, tizim bu nomuvofiqlikni aniqlaydi va ma'lumotni aniqlashtirish uchun Zaynab xolani chaqirishi mumkin. Bu oddiy xato bo'lishi mumkin, ammo u rasmiy ravishda to'g'rilanishi lozim. Qo'shimcha daromadga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar, ba'zi pensiya turlari yoki qo'shimcha imtiyozlar agar nafaqaxo'r ma'lum bir daromaddan oshiq mablag' topsa, bekor qilinishi yoki kamaytirilishi mumkin. Ayniqsa, norasmiy ishlaganlar yoki kichik biznes bilan shug'ullanib, daromadlarini rasman ro'yxatdan o'tkazmaganlar diqqat markazida bo'lishi mumkin. Misol, Rustam aka 65 yoshga doir pensiya oladi. U oxirgi 3 yil davomida norasmiy ravishda taksichilik bilan shug'ullangan va bu daromadlarni hech qayerda ro'yxatdan o'tkazmagan. Soliq organlari o'tkazgan tekshiruvlar natijasida uning bank hisoblariga kelib toshgan muntazam pul o'tkazmalari aniqlanadi. Bu ma'lumotlar pensiya jamg'armasi bazasi bilan taqqoslanib, Rustam aka daromadlarini yashirganligi gumon qilinadi. U komissiyaga chaqirilib daromadlari haqida tushuntirish berishi, ehtimol qo'shimcha soliqlar to'lashi va pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 4. Muddatidan oldin pensiyaga chiqqanlar. Ba'zi sohalarda, masalan, zararli ish sharoitlari uzoq shimoliy hududlardagi ishlar muddatidan oldin pensiya tayinlanishi mumkin. Agar bunday sharoitlar o'zgarishi yoki ular haqidagi ma'lumotlar yangilanishi kerak bo'lsa, tekshiruvga chaqirilishi ehtimoli bor. Misol, Dilorom opa 20 yoshida. Zararli kimyo korxonasida ishlagani uchun muddatidan oldin pensiyaga chiqqan. Hozirda uning eski ish joyi qayta tashkil etilgan va zararli sharoitlar bekor qilingan. Pensiya jamg'armasi agar uning pensiyasini tayinlashga asos bo'lgan sharoitlar o'zgargan-o'zgarmaganligini aniqlash uchun Dilorom opani komissiyaga chaqirishi mumkin. Bu odatda jismoniy tekshiruvdan ko'ra hujjatlarni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. 5. Boshqa ijtimoiy to'lovlar oluvchilar. Ba'zi nafaqaxo'rlar bir nechta turdagi ijtimoiy yordam yoki to'lovlarni olishadi. Bu holda davlat byudjeti mablag'larini oqilona sarflash maqsadida bunday to'lovlar bir-biriga mos keladimi yoki yo'qmi? Shuni aniqlash uchun komissiya chaqirilishi mumkin. Misol, Alisher amaki 75 yoshda. U yoshga doir pensiya bilan birga. Urush faxriysi sifatida alohida imtiyozli to'lov ham oladi. Hukumat byudjetni optimallashtirish maqsadida barcha 2 va undan ortiq to'lovlarni oluvchilarni ro'yxatdan o'tkazish va ularning holatini tekshirish bo'yicha dastur ishga tushirgan. Alisher amakini komissiyaga chaqirib, u haqiqatan ham mazkur imtiyozlarga ega ekanligini tasdiqlovchi hujjatlarni yangilashni so'rashlari mumkin. Bu uning ahvolini yomonlashtirish uchun emas, balki ma'lumotlar bazasini to'liq yangilash uchun qilinadi. Kimlar xavotirlanmaslik kerak? 1. Standart yoshga doir pensiya oluvchilar. Agar sizning pensiyangiz yoshga doir bo'lsa, hech qanday qo'shimcha imtiyozlar olmasangiz, ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasi bazasida to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa va siz norasmiy daromadlarga ega bo'lmasangiz, komissiyaga chaqirilish ehtimoli juda kam. Misol, Gulnora xola 7 yoshda. U faqat yoshga doir pensiya oladi. Hech qachon norasmiy ishlagan emas. Pasporti doim yangilangan. Uning komissiyaga chaqirilishi faqatgina tizimda juda katta xato yuz bergan taqdirdagina sodir bo'lishi mumkin. 2. Umrbod nogironlik guruhiga ega bo'lganlar. Agar sizning nogironligingiz muddatli emas, ya'ni umrbod deb belgilangan bo'lsa va VTEK sizni qayta ko'rikdan o'tishga majbur qilmasa, sizni pensiya fondi tomonidan komissiyaga chaqirish ehtimoli kamroq. Biroq bu mutlaq kafolat emas. Chunki hujjatlardagi nomuvofiqliklar uchun chaqirilish ehtimoli saqlanib qoladi. Misol, Kamol aka 25 yoshda, unga 3-guruh muddatsiz nogironlik pensiyasi tayinlangan. U qayta ko'rikdan o'tishi shart emas. Agar uning hujjatlari tartibda bo'lsa, u xavotirlanishi shart emas. 3. Ma'lumotlari muntazam yangilanib boradiganlar. Agar siz barcha o'zgarishlar, pasport almashtirish, yashash joyi o'zgarishi, ish joyi o'zgarishi haqida pensiya jamg'armasini o'z vaqtida xabardor qilsangiz, ma'lumotlaringiz doim dolzarb bo'ladi va bu sizning komissiyaga chaqirilish xavfini kamaytiradi. 2. Asosiy qism, qoidalardan istisnolar. Qaltis jihatlar va noaniq nuanslar pensiya tizimi o'zining murakkabliklariga ega.
Ba'zida qoidalar oddiy ko'rinsa-da, ularning amaliyotda qo'llanilishi turli vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Qoidalardan istisnolar: 1. Ayrim turdagi og'ir, qaytmas kasalliklar natijasida nogiron bo'lgan shaxslar. Ularga VTEK tomonidan birinchi guruh nogironligi umrbod tayinlangan bo'lishi mumkin va ular qayta ko'rikdan o'tmaydilar. Masalan, og'ir ruhiy kasalliklar, oyoq qo'l amputatsiyalari ma'lum darajadan keyin ko'rish qobiliyatining butunlay yo'qolishi kabi holatlarda. Bu ro'yxat O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari bilan tasdiqlanadi. Shunday bo'lsa ham, ularni to'lovlarni tekshirish yoki ma'lumotlarni yangilash uchun chaqirishlari mumkin. Ammo bu nogironlik guruhini qayta ko'rib chiqish uchun emas. 2. Xorijda yashovchi nafaqaxo'rlar. Agar O'zbekiston fuqarosi xorijda yashasa, O'zbekistondan pensiya olsa, u uchun alohida tartiblar mavjud. Ular har yili tegishli hujjatlarni, masalan, yashash joyi to'g'risida ma'lumotnomani taqdim etishi shart bo'lishi mumkin. Aks holda ularning pensiyalari vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Ularni jismonan komissiyaga chaqirish imkonsiz bo'lgani uchun ular konsullik yoki elchixona orqali hujjatlarni rasmiylashtirishlari kerak bo'ladi. 3. Ma'lumotlardagi xato tufayli chaqiruvlar. Ba'zan tizimdagi texnik xatolar yoki ma'lumotlarni kiritishdagi insoniy xatolar tufayli mutlaqo noto'g'ri chaqiruvlar yuzaga kelishi mumkin. Bunday hollarda nafaqaxo'rning o'zi pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, vaziyatni tushuntirish kerak. Qaltis shartlar. 1. Chaqiruvni e'tiborsiz qoldirish. Agar sizga rasmiy chaqiruv xati kelgan bo'lsa va siz uni e'tiborsiz qoldirsangiz, bu pensiya to'lovlarining vaqtincha to'xtatilishiga yoki hatto butunlay bekor qilinishi olib kelishi mumkin. Pensiya jamg'armasi sizning chaqiruvga javob bermasligingizni qoidalarni buzish deb baholashi mumkin. 2. Kerakli hujjatlarning yo'qligi. Komissiyaga borganingizda kerakli hujjatlarning pasport, pensiya guvohnomasi, tibbiy xulosalar, mehnat daftarchasi sizda yo'qligi yoki ularning muddati o'tib ketganligi sizning ahvolingizni murakkablashtirishi mumkin. Sizni qo'shimcha vaqt va resurs sarflashga majbur qiladi. 3. Chaqiruv sababini tushunmaslik. Ko'pchilik komissiyaga nima uchun chaqirilganini bilmay borganida savollarga to'liq javob bera olmasligi yoki o'z huquqlarini bilmasligi mumkin. Bu esa komissiya xulosasining siz uchun salbiy bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun chaqiruv xatida ko'rsatilgan sababni diqqat bilan o'qib chiqing. Did firibgarlar afsuski. Ba'zan firibgarlar pensiya jamg'armasi yoki VTEK xodimlari niqobi ostida nafaqaxo'rlarga murojaat qilishadi. Ular go'yo pensiyani tekshirish bahonasida shaxsiy ma'lumotlarni yoki pul mablag'larini talab qilishlari mumkin. Unutmang, hech qanday davlat tashkiloti sizdan telefon orqali bank kartangiz ma'lumotlarini yoki PIN kodini so'ramaydi. Har doim rasmiy aloqa kanallaridan foydalaning va shubhalangan holatlarda pensiya jamg'armasining ishonch telefoniga murojaat qiling. Noaniq nuanslar. 1. Pensiya jamg'armasiga chaqiruv va VTEKga chaqiruv o'rtasidagi farq. Pensiya jamg'armasi sizni odatda hujjatlardagi nomuvofiqliklar, yashash joyi yoki daromadni aniqlashtirish uchun chaqirishi mumkin. VTEK esa faqat nogironlikni qayta ko'rikdan o'tkazish yoki uning guruhini belgilash uchun chaqiradi. Bu ikkalasi ikki xil muassasa va ular turli masalalarni hal qiladi. 2. Komissiya qaroriga e'tiroz bildirish huquqi. Agar siz komissiya xulosasidan norozi bo'lsangiz, O'zbekiston qonunchiligi sizga ushbu qarorga e'tiroz bildirish huquqini beradi. Bu qarorni yuqori turuvchi organga, masalan, viloyat VTEKga yoki Sog'liqni saqlash vazirligiga yoki sudga shikoyat qilishingiz mumkin. Shikoyat qilish muddati odatda cheklangan bo'ladi. Shuning uchun bu jarayonni kechiktirmaslik muhim. Guvoh yoki vakil bilan borish. Agar siz kasalligingiz sababli komissiyada o'zingizni to'liq himoya qila olmasangiz yoki huquqlaringizni tushunmasangiz, qarindosh huquqshunos olib borishga haqlisiz. Bu sizga komissiya jarayonida o'zingizni yanada ishonchli his qilishga yordam beradi. 4. Mahalla qo'mitasining roli. Ba'zi ijtimoiy imtiyozlar yoki yordam turlari uchun mahalla qo'mitasi a'zolari nafaqaxo'rning yashash sharoitlarini o'rganishi va tegishli xulosa berishi mumkin. Bu pensiyaga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin umumiy ijtimoiy holatingizni baholashda muhim ahamiyat kasb etadi. Amaliy maslahatlar: tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, agar sizga komissiya chaqirib kelsa, nima qilishingiz kerak? Qadam-baqadam ko'rsatmalarni beraman. Vahimaga tushmang. Eng muhimi tinchlikni saqlash. Aksariyat hollarda bu shunchaki ma'lumotlarni aniqlashtirish yoki hujjatlarni yangilash uchun qilinadi.
rasmiy chaqiruv xatini diqqat bilan o'qib chiqing. Unda kim chaqirayotgani, pensiya jamg'armasi, VTEK nima uchun chaqirilayotganingiz va qaysi hujjatlarni olib borishingiz kerakligi aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Ikki chaqiruvchi organ va sababini aniqlang. Agar chaqiruv pensiya jamg'armasidan bo'lsa, bu ko'pincha hujjatlardagi nomuvofiqliklar ish staji yoki yashash joyi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar VTEKdan bo'lsa, demak bu nogironlik guruhini qayta ko'rikdan o'tkazish yoki uning holatini tasdiqlash bilan bog'liq. Bu ma'lumot sizga qanday hujjatlarni tayyorlash kerakligini tushunishga yordam beradi. O kerakli hujjatlarni to'plang. Bu eng muhim qadamlardan biridir. Hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarni tayyorlab qo'ying, pasport yoki e-karta, shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Pensiya guvohnomasi, pensiya olish huquqingizni tasdiqlaydi. Tibbiy ma'lumotnomalar, agar nogironlik pensiyasi bilan bog'liq bo'lsa, barcha oxirgi tibbiy xulosalar, kasallik tarixi, davolanish natijalari, VTEKning avvalgi xulosalari. Agar tibbiy ma'lumotlaringiz eskirgan bo'lsa, komissiyagacha shifokorga borib, yangi xulosalar olishga harakat qiling. Mehnat daftarchasi ish stajingizni tasdiqlovchi hujjat. Agar ish stajingizda qandaydir muammolar bo'lsa, ularni avvaldan aniqlashtirishga harakat qiling. Bank hisob varag'i ma'lumotlari, ba'zan pensiya to'lovlari o'zgarishi yoki boshqa imtiyozlarni aniqlash uchun bankdan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Nikoh guvohnomasi. Farzandlaring tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olsangiz yoki oilaviy holatingiz pensiyaga ta'sir qilsa, bu hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 4. Maslahat oling. Agar vaziyat siz uchun noaniq bo'lsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'lib qo'ng'iroq qiling yoki shaxsan borib maslahat oling. Ularning ishonch telefonlari mavjud. Bundan tashqari, ishonchli huquqshunos bilan maslahatlashish yoki mahalla oqsoqollari bilan gaplashish ham foydali bo'lishi mumkin. Ular vaziyatni tushunishga yordam berishadi. 5. Komissiyaga tayyorlaning. Komissiyada berilishi mumkin bo'lgan savollarga javoblarni oldindan o'ylab qo'ying. O'zingizni xotirjam tuting, rostgo'y bo'ling, ammo keraksiz ma'lumotlarni aytishdan saqlaning. Faqat berilgan savollarga aniq javob bering. 6. Agar VTEKga chaqirilgan bo'lsangiz, barcha so'nggi tibbiy tekshiruvlar, rentgen, MRT tahlillar natijalarini olib boring. Agar kerak bo'lsa, komissiyadan oldin yangi tekshiruvlardan o'tishni so'rang yoki ular uchun yo'llanma oling. Tibbiy hujjatlaringizning to'liqligi va dolzarbligi nogironlik guruhini aniqlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. 7. Qarorga e'tiroz bildirish tartibini biling. Agar komissiya qarori sizning manfaatlaringizga zid bo'lsa yoki siz adolatsiz deb hisoblasangiz, sizda ushbu qarorga e'tiroz bildirish huquqi bor. Qarorni olganingizdan so'ng qisqa muddat ichida, odatda 10 kun yo'g'irtirib turuvchi organga, masalan, viloyat yoki respublika VTEKka pensiya jamg'armasining yuqori organiga yozma shikoyat bilan murojaat qilishingiz mumkin. Agar u yerda ham natija bo'lmasa, sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Barcha hujjatlarni va komissiya xulosasini saqlab qo'ying. Xulosa va yakuniy chaqiruv, aziz do'stlar, hurmatli nafaqaxo'rlar. Umid qilamanki, bu video sizga juda muhim va foydali ma'lumotlarni berdi. Pensiya masalalari jiddiy ekanligini va har bir nafaqaxo'r o'z huquqlarini bilishi, hujjatlarni tartibda saqlashi va o'zgarishlardan xabardor bo'lishi shartligini tushundingiz. Unutmang, ogohlantirilgan qurollangan demakdir. Agar sizga komissiyaga chaqiruv kelsa, vahimaga tushmang, lekin uni jiddiy qabul qiling. Yuqorida aytilgan tavsiyalarga amal qiling. Kerakli hujjatlarni tayyorlang va o'zingizni himoya qilishga tayyor bo'ling. Pensiya tizimidagi islohotlar tizimni adolatliroq qilishga qaratilgan. Shuning uchun o'zingizni xavfsiz his qilish uchun faqatgina shaffof va qonuniy yo'llardan boring. Umid qilamanki, bu video sizga foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab muhim va foydali ma'lumotlar kutmoqda. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va doimo bilimli bo'ling. Rahmat.